Salom hammaga. Bugun men bitta narsa haqida gapirishmoqchi edim. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, C tilida sonlarni maksimum xo'p turlari bor. Integer turlar yoki float turlar bor. Integer turlarda 8 bitli yoki 1 baytli, 16 bitli yoki 32 bitli integer turlari bor. Lekin ularda maksimum bilan minimumga e'tibor beradigan bo'lsak, hop, signed, ya'ni oldida o'sha belgisi bor hamma integerlar eng minim 8 bitli uchun eng minimumi 128 gacha, minus 128 gacha bo'lgan sonlarni ifodalay oladi. Maksimum bo'lsa 127 gacha bo'lgan sonlarni ifodalay oladi. 16 bitlik minus 32768 gacha 8 dan 32767 gacha ekan. Bunda ham shunaqa. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu minus tomonda soni plus tomondan bittaga ko'p, ya'ni 0 dan boshlab o'ng tomonga 127 ta songacha ko'rsatilar ekan. Minus tomonda bo'lsa 128 ta sonni ko'rsatilar ekan. Bunda ham xuddi shunaqa. Bu 68 bilan tugayadi va 67 bilan, 32 bitlida ham xuddi shunday. Va 64 bitlida ham shunaqa, 4 bitlikda ham shunaqa hattoki. Endi bugun men shuni sababini ko'rsatib bermoqchiman, nimaga shunaqaligini. Ba'zilar aytishi mumkin, orada 0 bor. Shunga, masalan, 0 bo'lganligi uchun bunisi 127 ta bo'lsa, ko'ni qo'ysa 256 ta sonni ko'rsatiladi. Lekin orada 0 bo'lsa nimaga aynan bir mana bu o'ng tomondan olingan, mana chap tomondan emas, nimaga minus 127 dan plus 128 gacha emas degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bugun shunga javob topamiz, lekin xo'sh, 8 bitlikda ko'rmaymiz. Chunki 8 bitlikda ko'rsak, u juda uzun bo'lib ketadi. Chunki 8 bitlikda 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ta bit bo'ladi. Hop, array sifatida ko'raylik hozircha. Bir xil baribir. Hop, 8 ta bit bo'ladi. Shuning uchun bu qoida hamma nechta bitliligi qizig'i yo'q. Shunga 4 bitlikda ko'ramiz. Osonroq. Xo'sh, masalan, pastroq tushiraylik. Hop, 4 bitlikda. Hop, buni minimumi minus 8 dan boshlanadi, maksimumi plus 7 gacha. Endi nimaga shunaqaligini ko'ramiz. Birinchi o'rinda buni tushunish uchun signed sonlar, ya'ni oldida mana bunaqa bu minusi bor, buni plusi bor. Shunaqa sign belgisi bor sonlar ikkilik sanoq sistemasida qanaqa represent qilinishi, ya'ni ko'rsatilish haqida tushunishimiz kerak. Xo'p, odatda signed bo'lgan sonlarda, ya'ni oldida shu belgisi bor sonlar uchun mana bu eng chap tomondan eng birinchi biti bu sign bit deyiladi. Ya'ni bu bit 1 bo'lsa, bu degani minus son, bu 0 bo'lsa, bu degani plus son degani. 2 3 4. Men hozir yozganim minus sonni yozdim ikkilik sanoq sistemasida. Endi buni pastiga hop yozishim mumkin. 0 1 2 3. Mana bu ikkilik sanoq sistemasida 4 bitli qanaqadir son. Endi masalan mana buni hisoblab ko'rsak, pastdagi plus sonni hisoblab ko'rsak, qanday hisoblanadi? Buni xuddi array sifatida ko'rib, indekslarga bo'lib olishimiz mumkin, lekin o'ng tomondan boshlab hisoblaymiz. Mana bu o'ng tomondagi eng birinchisi 0-indeksda, bunisi 1-chi, buni 2, bunisi 3-indeksda turibdi deb olib keyin, xo'p,
boshlaymiz. 0 ko'paytirilgan 2 ni kubi plus ikkinchisi 1 da Endi 1 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati plus 1 ko'paytirilgan 2 ni 1 plus 1 ko'paytirilgan 2 ni 0-inchisi. Endi bu teng bo'ladi 2 ni kubi 8, 0 ko'paytirsa 0 ketadi. Bu 4, 2, 4 ga 2 6, 6 ga 1 7. Bunun javobi 7 ekan. Ya'ni bu 7 ga teng ekan. Bu teng 7 ga. Endi negativ raqamlar qanday hisoblanadi deganda biz aytdik, mana bu birinchisi, mana birinchi bit negativ sonligini bildirar ekan. Shuning uchun buni ham xuddi shu tarzda hisoblaymiz. Bu ham teng. Xo'p, 0 ko'paytirilgan 2 ni kubi yo'q. Bu 0 emas, chunki bu 1 bo'lishi kerak. Chunki bu 3-indeksdagi bit 1. Shuning uchun 1 ga ko'paytiramiz. 1. Buni hammasini 1 ga ko'paytiramiz. Hech qaysini 0 ga ko'paytirmaymiz, chunki bunda уже 0lik narsa yo'q, bit yo'q. Shuning uchun plus 2 ni kvadrat deb yozsa bo'laveradi. Plus 2 ni 1 plus 2 ni 0-inchisi. Endi mana bu joy aytganimda bu sign bit. Sign bit deyiladi. Shuning uchun buni oldiga minus qo'yishimiz kerak. Minus. Minus. Endi buni natijasi nima bo'ladi deganda, buni natijasi teng minus 8 plus 4 plus 2 plus 1 ekan. 1mi? Hop, 4, 6, 7. Bu kim 6, 7. Endi minus 8 dan 7 ni ayirsak, bu minus 1 ekan. Hop, bundan kelib chiqadiki, bizda xo'sh, bizda 1, 2, 3, 4 ta 1 bo'lsa, bu teng ekan minus 1 ga. Bu o'nlik sanoq sistemasida, decimalda. 0x deyiladi. Bu ikkilik sanoq sistemasida. Endi shundan kelib chiqadiki, biz agar maksimal eng kichkina sonni topmoqchi bo'lsak, 4 bitli sanoq sistemasida, eng birinchi negativni nima ko'rsatadigan bitni 1 ga tenglab, qolgan bitlarni 0 ga tenglab qo'ysak, bu degani o'sha eng mana shu 4 bitli son ifodalashi mumkin bo'lgan eng kichkina sonni olishimiz mumkin. Ya'ni 1, bu o'sha sign bit 0 ga 1 ga tengladi, chunki bu manfiy son. Qolganlari bular odatda plus bo'lardi. Shuning uchun bularni 0 ga tenglab qo'ydik. Endi bu nima degani? Minus 8 plus 3 ta 0, hammasi 0 bo'lib ketadi. Teng minus 8 ga ekan. Endi bu degani minimum 4 bitlik uchun teng minus 8 ga to'g'ri kelar ekan. Endi maksimumni topmoqchi bo'lsak, bitta mana shu sign bitni, ya'ni belgi bitni 0 ga tenglab, qolgan 1 ga tenglasak, eng haligi katta sonni olishimiz mumkin. Shu 4 bit ifodalay oladigan eng katta sonni olishimiz mumkin. Buni 0 qilamiz. 1, 2, 3 ta 1. Bu xo'p, birinchi 0 bo'ladi. Buni allaqachon ko'rdik tepada. Qaysiga 7 teng 7 bo'lar ekan.
shunday qilib 4 bitlik son faqatgina -8 dan boshlab +7 gacha bo'lgan sonlarni ifodalay oladi xolos. Xuddi shunga o'xshab qolgan integer type'lar ham shunga o'xshab ishlaydi. Boy ko'rsatganimdek qani. Mana 8 bitlida 8 bitlida mana shu birinchisini 0 ga tenglab qo'ysak, maksimal ifodalash mumkin, mumkin bo'lgan eng katta sonni olish mumkin. Qaysiga 127, lekin bu birinchi mana shu bitni 0 ga tenglab 1 ga tenglab qolgan hammasini 0 ga tenglab olsak, bu degani qolgan hammasi 0 bo'lsa 2 ni hop 7-chi birish kerak. 7-chi 7-chi darajasi bu degani hop kvadratur 8 16, 5-chisi 32 bo'lsa 6-chisi 64, keyin 128. 128. Oldi minusi bor. Shunday qilib hisoblanganligi uchun har safar mana bu chap tomondagi eng minimumi maksimumidan bittaga ko'proq bo'ladi. Ya'ni boshqacha aytganda mana bu minda mana modul degan belgi bo'lardi matematikada. Plusmi minusmi qizig'i yo'q degan baribir plus bo'ladi. Minus modul max. Ya'ni kichkinadan eng kattani ayirsak bu 1 ga teng bo'ladi degan isboti desam bo'laveradi. Shunga sabab shu ekan.